Boshqalar ham bor. Sizlar uchrashayotganingizni hammamiz bilamiz. Hammamizni ahmoq deb o'ylaysanmi? Har doim ko'zlarim ochiq. Ammo men buni bildirmasdim. Men hatto buni bir qarashda bilgandim. Ichingizda yagona bilmaydigan odam men edim. Qani men bilan yuringchi. Buni qachon bilib oldingiz? Bir ko'rishda bilgandim. Rostdanmi? Ha? Men ketishim kerak. Men ham. Shoshmang. Nima ikkingizda reja yo'qmi? Bizdami? Ha, bilishimcha ikkingiz gaplashayotganingiz. Ha, unda yo'q bo'lsa mayli, unuting. Menga aytadigan gapingiz Nima? bormi? Aytadigan gapim yo'q. O'zingizda-chi? Janob Yun nima haqida gaplashishimizni xohladi o'zi? Yo xudo, qovurilgan tovuq dunyodagi eng yaxshi ovqat-da. Oling. Bir narsa o'ylantiradi. Nega koreyslar doim qovurilgan tovuqni yaxshi ko'radi? Boshlang'ich maktabdan to o'rta maktabgacha doim bolalar tovuq yeyishini gapiraverishardi. Dadam kelyotib uyga qovurilgan tovuq olib keldi. Bugun futbol, oyimga qovurilgan tovuq buyurtma qilishni so'radim. Shunga o'xshash gaplar, hatto maktab sport kuni ham ular bir qutini taqsimlash uchun birgalikda o'tirishardi. Buni bilasizmi yo'qmi? Bu ko'p oilalar orasida taqsimlanadigan taom deb. Hech qachon buni oilangiz bilan birga yemaganmisiz?